Assalomu alaykum hurmatli rishtonliklar. Mendan juda ko'p kishi so'raydi, Rishtonimizda foizi kam kredit magazinlar bormi? Bitta shunaqasini topib qo'yganmiz. Biz Afzal kredit magaziniga kelganmiz. Ichkariga kirib bitta abzor qilamiz. Navro'z oyiga, Ramazon oyiga juda katta aksiyalar ketyapti ekan. Ichkarini bitta ko'ramiz. Biz Afzal magazinimizda ichki holatga kirdik. Afzal magazinimizda asoschisi Ilhom akam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Amalang. Aka, shu Afzal do'konimizda shu mahsulotlarni sifatini, keyin shu klientlarga qilingan aksiyalarni o'zingiz bitta tushuntirib yuborasiz. Inshaalloh, Xudo xolasa. Avvalambor xush kelibsizlar. Jamoaling bilan mana shu korxonamizga tashrif buyurib, xalqqa manfaatli video qilaylik debdilar. Rahmat amalangan, boshimiz osmonga yetdi. Rahmat. Afzal deganga yarasha biz mana shu korxonamizda Afzal deb ism qo'yganimiz barcha imkoniyatdan afzal bo'lishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, sotuv jarayonida ham, undiruv jarayonida ham brach sistemalari bo'ladi. O'shanaqilarda ham bemalol afzal bo'lishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Do'konga kelsangiz hamma ishlar bitadi. Do'konimizda mahsulotlar cheklanmagan miqdorda bor. Bu yerda har xil turdagi oshxona ishlatilgan narsalar, mana qoshiq, milka, hamma narsalar bor. O'z tan narxida ham beriladi bu narsalar. Faqat kredit uchun ham emas, kelsangiz o'z tan narxida ham olsangiz bo'ladi mahsulotlarimizni. Aka, boshqa do'konlarda qilinmagan aksiya qilib qo'yibsiz xonadonlarga, o'shani bitta o'zingiz obunachilarga tushuntirib yuborasiz. Xudo xolasa, xalqimizga manfaatli bo'lsin. Videomiz mana sezon kelyapti. Kichkintoy xalinliglarimizdan tortib, mana shu katta xalinligimizgacha bor. Bitta 1.900.000 dan tortib 1.900.000, 2 million, 3 million, 4 million, 5 milliongacha, 10 milliongacha muzlatgichlarimiz bor. Avalon, Vesta, Artel, Shivaki hamma mahsulotlarimiz bor. Misol uchun eng katta vaucherlarimiz, bonuslarimiz 10 millionlik xalinlik olishsa, 1 millionlik duxovkamiz, 1 millionlik mikrovolnovka pechimiz ham sovg'a bo'ladi. Xudo xolasa, mana shularni kreditga olganlarga sovg'a qilib beramiz, xudo xolasa. Bu aksiyalar faqat bizning do'konda, shoshilib qolasizlar. Hoji aka, hadda o'zingiz yangi mashina ola olmasdan bitta jiyanga ham mashina olib beraylik. Qarang, har xil turdagilarni olib kelib qo'yishibdi. Gelik deysizmi? Har xil inomarkalarni olib kelib qo'yishibdi. O'g'ilchaga olib bersangiz, nonga chiqib keladi. Hattoki demak, bizning do'konimizda yana bitta plyus tarafi, bir dona pasportga o'zi kifoya. Xudo xolasa, mana shu bir dona pasport bilan 3 oy, 6 oy, 9 oy, 12 oygacha bo'lib beramiz. 3 oygacha, 4 oygacha foizsiz ham bo'lib ham beramiz. Agar mahsulotlarni naqdga olaman deganlarga tan narxi, hammasi zavod narxida ham beramiz. 3 oyga, 6 oyga, 9 oyga insof sari baraka hammasida chiroyli natsenkalar qo'yilgan. Xudo xolasa, chiroyli qilib shartnoma qilib mana shu yerda kelishadi. Bir dona pasportni o'zi hamda ishonch. Xudo xolasa, mana shu kreditni olib oxirigacha zo'r to'lab beraman degan vijdonan yaxshi harakat bo'lsa, xudo xolasa barcha imkoniyatdan afzal bo'lishga biz harakat qilamiz. Mijozlarimiz ham shu unga amal qilsa bo'ldi, xudo. Demak, do'konimizning manzili tekstil chorraha, O'nqo'lda joylashilgan. Rishtonliklar, bu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, rishtonliklarga tashlab qo'yamiz.